Men hammani davolay olaman. Chunki hammasi psixologiyadan, ayollardan tashqari. Zigmund Freud. Nimadir dedimi? Hech narsa demadi. Qiynoqlarga o'rgatilgan ekan. Lekin umid bor. Davom ettiring endi. Ya tushunmadingiz. Umidni chaqirtiring. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Ну просто образ учу. Brat, nima qilyapsiz? Sizga mumkin emas-ku. So'ylaysanmi? Yo'q, so'ylamayman. Bu qozoqmi? Buni qozoqligini qayerdan bildingiz? Unda besh barmoqni hidi kelmoqda. Azoblarga chiday olaman degan. Men 3 ret uylanganman. So'ng 3 ret ajrashganman. Durustmi? Durust. Alo. Onasi yaxshimisan? Labbi Atijon, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Rahmat. Bilasanmi, ishxonamda bittasi ayollarga osonda, ular uyda bemalol o'tirishadi deydi. Nimadan charchashadi o'zi desa bo'ladimi? Nima? Qani? Ayollarga osonmi? Ayol bo'lib tug'ilish nimaligini bilasizmi o'zi? Dunyoga kelibdiki, qancha qiynoqlarni kechirishini bilasizmi? Ajrashgan odamni nozik joyini men bilaman. Ko'ki, barni aytam, jo'g'atchiman. Jo'g'at, barni aytam, ko'ki. Ana josus hammasini tan oldi. O'zini ozgina jinniga soluvdi, jinnixonaga olib ketishdi. Shuncha yomon bo'libdi-da. Voy, bekor. Ayollarga oson deb o'ylaysizmi?